Salonlik akalarim, Lada Samara 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz o'ta zo'r holatda turibdi. Krasiyasi qanaqa aka buni? Kapotda bor ekan. Mashinamizning salon holatlari masla deydi-yu, ana shunaqa holatda turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Torpeda holatlari, rol, sidina, pollari mana yangi holatda turibdi. Ana ishlaydigan joylari mana shu yerdan ekan. 133 ming yurgan. 133 ming yurgan. Eshiklar shuncha qilingan. Tomlari, pollari. Shunaqa yopiladimi eshik? Mana qaranglar. Masalan, mashinamiz zo'r holatda turibdi ekan. Necha pul deyapsiz aka endi uni? 4,5 ming deyotgan. Propan gazi ham bor. Propan gazlari ham bor, orqalari zo'r holatda turibdi ekan. 48 talik propan 4-paketlanadi. Nimalarni aytib qo'yasiz? Zo'r mashina ekan, lekin Oldilarni ko'rsating. motorini ochib qo'yasiz. Nima narsalar bor ko'rsating hozir. Ikkita oldi sidenisi, rollar tepa past bo'ladi. Barto kontrol, qo'shimcha evakor poli, antiradar qo'yilgan. Eng qimmat mikrofon ham qo'yilgan kameralarida. Tayyor mashina. Oldini ochib qo'ysangiz bitta ko'rsatib qo'yardim. Qanaqa motor edi bu? Bu Lada'ni Sons motori deydi. Sons motor. Reme uzilsa klapan qayrilmaydi. Ekonomishdan benzin rasxodi 7 ta bo'ladi. Yurishlar zo'r. Motor holati chiroyli holatda turibdi-ku, mashinamiz Andijon bozorida. Shahar mashinasi arziydi ekan puliga. Necha pul deyapsiz? 90lik. 90lik 769 769 6915. 6915. Narxi to'layadi. Akalarim Volga 24 mashinamiz 79-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz chiroyli holatda turibdi. Kraskалari endi bu asosiymi? Kraskalari bor. Mashinamiz salon holatlari yaxshi ishlangan, torpeda, chexol pollari zo'r. Rollari mana preborlar. Gazga benzin yuradi. Gaz qanaqa bu? Metan, propan? Metan. Metan. Orqa holatlari yaxshi holatda turibdi. 100 talik gaz balon. Motor yaxshi holatdadir. Bular qayerga tortadi? Oldimi? Orqa tortadi. Orqa. Balon holatlari. Bu endi nima tashigansizlar bunda? Mebel. Mebel tashilgan mashina. Andijon bozorida turibdi. Necha pul deyapsiz endi buni? 1,5 ming dollar kami 1,5 ming dollar kami bor. bor mashinamiz. Yaxshi holatda turibdi. Mashina motor hadovi korobkalar zo'r. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz. Kam yo'qmi bu narxda? Kami bor, 1,5 ming kami bor. Gen 1000 dollar bermadi. 1000 dollar bermadi. Generalniga chiqadi. Generalniga chiqsa, nomerlaringizni aytib qo'yasiz. Nimasi, muammo yo'q. Qizildanmi, qaytmaganmi? Yo'q. Zanglagan joylarimi? Rangi qora. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz. 93lik 93lik 405 405 24 83. 2483. Mashinamiz Andijon. Hoji tog'alarim, mana sizlar uchun 2018 Damas'imiz 214 ming yurgan, bir qo'l kraskalari toza mashinamiz, salon holatlariga gap yo'q. Bir qo'l hoji tog'amiz o'zi mingan ekan. Yurganlari 214 ming, mashinamiz chexol pollari bor, balonlari ham yangi holatda, motor korobkalari zo'r. Most holatlari ham, orqa holatlari ham. Necha pul deyapsiz endi? 5300 deyapsiz. Gazlari bormi buni? Gazlari bor, Metan. benzin yuradi, Emulyatorlar qo'yilgan. Emulyatorlari bor ekan, orqa holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam. Orqa holati ham. Shu bitta moyka qilsa bo'ladi bular. Yana bitta bor ekan, minish kerak ekan-da. Mashinamiz Andijon bozorida turibdi. Hozir nomerlarni aytib qo'yasiz endi bunga. 93lik 411 411 44 12. 44 12.